Bu mebelchi akalar, bu qaranglar-da. Bizda mana bunaqa narsa bo'lib qoldi. Osma tumbichka. Mana bunaqa narsa olib kelindi. Buni devor pena blok ekan. Hozir sherigimga aytayapman men. Sherik bundan ko'ra uzunroqdan teshib chiqib turib, mana 12-etajdamiz. Nari orqa tomondan bukib qo'ysak, qattiq ushaydi desam, bu unamayapti. Yo'q, men chiqmayman bu yoqqa, qiyin deyapti. O'shinga qanaqa narsa bilan qatirsak yaxshiroq bo'lar ekan, pena blokda ushaydigina, işte bu nari betga o'tmasligi uchun nima bilan qatirsak bo'lar ekan. Hozir ikkinchisi mana u o'lgurda ustida mana bu narsa turadi, eng qizig'i bor. Katta narsa-da. O'shinga nima maslahat berasizlar, mebelchi akalar? Sherigim nariyoqqa chiqib turib, uzun simni bukib qo'ygani yaxshimi yo qanaqadir bir qattiqroq ushaydigan anker topganimiz yaxshimikin?